15-birinchi savol. Ekvimalyar nisbatda olingan alkan va vodoroddan iborat 0,4 mol aralashma. Alkan. Karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Vodorod. Yondirildi ikkalasi. Yonganda deyapti. Jami 0,4 mol aralashma bor ekan. Suv hosil bo'ldi. Tenglashtirib qo'yamiz. Ekvimalyar bo'lgani uchun 0,2 ga 0,2 mol nisbatda. Jami hosil bo'lgan suvimiz 0,6 mol ekan. 0,2 mol vodorod yonishidan hosil bo'lgan. Qolgan 0,4 mol alkan yonishidan. Bir koeffitsient bo'ladigan bo'lsa, n plus 1imiz nechiga tengligini aniqlaymiz. X qo'yib olaylik. 2 chiqar ekan. Ya'ni n plus 1imiz 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, n teng bo'ladi 1 ga. Bu esa metan. A.